Sizlar bugun 8-darsimiz ko'p bosqichli ish jarayonlarini tuzish. Doimiy qilinadigan vazifalaringiz haqida o'ylang. Haftalik hisobotlar, kontent yaratish jarayonlari, tahlil rutinlari. Har safar ularni birma-bir bajarish sizning mutaxassisligingizni behuda sarflamaydimi? Xo'sh, ushbu darsda siz ushbu qo'lda bajariladigan jarayonlarni optimallashtirishni o'rganasiz. Ya'ni hozirgi darsda biz bizga kerakli bo'lgan kontentlarni, hisobotlarni optimallashtirishni o'rganamiz. Ya'ni beradigan signallarimiz, beradigan promptlarimiz orqali biz optimallashtirishni yanada chuqurroq o'rganishni boshlaymiz. Takroriy vazifa muammosi. O'zingizni kompaniyangiz uchun haftalik ijtimoiy tarmoqlar postlarini yaratayotgan kontentni menejer deb tasavvur qiling. Har dushanba siz bir xil jarayonlarni bajarasiz. Trend bo'lgan mavzularni tadqiq qilish, 3 ta postga g'oyalarni tayyorlash, sarlavhalarni yozish, tasvir konspektini yaratish, ko'rib chiqish va yakunlash. Siz buni 5 ta alohida Gemini suhbatlarini qilishingiz mumkin. Birinchi prompt. Xo'p, bu haftadagi trend mavzular nima? Ya'ni xuddi shu promptni endi biz Geminiga kirib berib ko'ramiz. Ya'ni Geminiga kirgandan so'ng xuddi shu promptni endi biz berib ko'ramiz. Ya'ni bu haftadagi trend mavzular nima? Ya'ni shu haftada bo'lib o'tgan trend mavzularni bizga hozir Gemini chiqarib bermoqda. Xo'p, endi bu bergan promptimiz, ya'ni bu qisqa prompt. Xuddi shu mana ko'rib turgan promptlarimiz orqali dunyoda nima bo'layotganlarini doimiy xabardor bo'lib turishimiz mumkin. Yana bu yerda sizga test beriladi. Bu yo'nalish bu yondashuvdagi eng katta samaradorlik yo'qotilishi nima bo'lishi mumkin? Ya'ni mana shu bergan tekstlarni to'g'ri javobni topishingiz kerak. Aslida Geminiga butun jarayonni bir martada berishingiz bir yo'li bor va u kerak bo'lganda barcha 5 ta bosqichni avtomatik ravishda bajaradi. Shu narsaga ko'p bosqichli ish jarayoni deyiladi. Ya'ni biz Geminidan bittada hamma ma'lumotni oladigan bo'lsak, bu ma'lumotlar ko'p bosqichli ish jarayoni deyiladi. Yana bu yerda sizga test beriladi. Testdan o'tganingiz uchun bizda birinchi kashfiyot, ish jarayonining asoslari. Ish jarayoni bir-biriga bog'langan bir necha qadamlarni ulaydi. Har bir qadam oldingi qadamlarning natijasini foydalanadi. Asosiy tuzilma. Birinchi qadam tadqiqot, ma'lumot yig'ish. Ikkinchi qadam shu ma'lumotni qayta ishlash, o'zgartirish. Uchinchi qadam foydalanish uchun formatlash va yakunlash. Qadamlarni alohida bajarish o'rniga siz ketma-ketligini bir marta belgilaysiz. Gemini esa butun zanjirni avtomatik bajaradi. To'liq ish jarayonini yaratish. 2 qadamli ish jarayonlarini oddiy ketma-ketligini bajaradi, lekin kontent yaratish uchun 2 emas, balki 5 qadamdan iborat. Barcha qadamlarni bog'lash uchun keling haftalik kontent ish jarayonini to'liq quraylik. Barcha 5 qadam avtomatik ravishda ulanadi. Masalan, 5 qadamli kontent workflow tuzish, g'oyalarni yig'ish, tadqiqot qilish, kontent rejalashtirish va strukturalash, yozish, asosiy kontent yaratish, tahrirlash va sifat nazorati, formatlash va tadqiqotlarni tayyorlash. Xo'p, siz shu tarzda bir marta ketma-ketligini belgilaysiz va Gemini butun jarayonni avtomatik bajaradi. Qo'lda har bir qadamni alohida ishlash shart emas. Ya'ni shu bergan signallarimiz orqali biz Geminidan haftalar yoki kunlar davomida qilinadigan ishni biz bir soniyalar ichida ko'rishimiz mumkin. Birinchi qadam trend mavzular, sun'iy intellektni tartibga solish, ish samaradorligini masofaviy ish, barqarorlik hisoboti. Ikkinchi qadam post g'oyalari, sun'iy intellekt tartibiga solish bo'yicha qo'llanma, ish samaradorligini oshirish bo'yicha yechimlar, masofaviy ishga moslash. Ya'ni xuddi shu signallar orqali siz olmoqchi bo'lgan ma'lumotingizni soniyalar ichida olishingiz mumkin. Uchinchi qadam esa post matnlari, ya'ni caption. Birinchi post. Yangi sun'iy intellekt tartibiga solish qoidalari 2025-yil 2-oylikdan kuchga kirdi. Sizning biznes rejangiz tayyormi? Kichik va o'rta kompaniyalarga ta'sir qiluvchi 5 ta o'zgarishni jamladik. Qo'llanma biodagi havolada. Ya'ni xuddi shu bermoqchi bo'lgan promptimizni endi Geminiga beradigan bo'lsak, u bizga soniyalar ichida hamma narsani aniq va barqaror ko'rsatadi. Ya'ni ko'rib turishingiz mumkin. Ular caption, mana shu captionda yanada kattalashtirdi, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Yanada kattalashtirishni boshladi va bu jarayonni soniyalar ichida tugatdi.
Endilikda 4-qadam vizual konseptlarlar. Birinchi post ajratilgan rasm, tartibsiz ofis, tartibli ish jarayoni bilan checklist. Ikkinchi post illyustratsiya vositasidan ortiqcha foydalanish va soddalashtirilgan jarayon. Uchinchi post zamonaviy uy ofisi atrofida samaradorlik ko'rsatkichlari. Ya'ni shu bergan 4-5 ta qadam orqali siz Geminidan so'ramoqchi bo'lgan narsalaringizni aniqlashtirishingiz mumkin. Turli vazifalar uchun ish jarayonlari. Kontent yaratish shunchaki bitta misol. Siz har qanday takrorlanuvchi jarayon uchun ish jarayonlarini yaratishingiz mumkin. Tahlil, rutinlar, hisobot tayyorlash, tadqiqotlarni umumlashtirish va hokazolarni bilishingiz mumkin. Xo'p, raqobatchilik fayllarni tekshirish. Bu bizda birinchi qadam. Raqobatchi bizda A. Tavsif dasturini ishga tushiradi, 20% ro'yxatdan o'tish bonus beradi. B raqobatchi ikkinchi chorak uchun narx 15% oshiriladi. S raqobatchi katta texnologik kompaniyalarning mahsulot bo'yicha vitse-prezident ishga oladi. Xuddi shu qadamlar orqali siz raqobatchilaringiz nima qilayotgan bo'lsa, ularga yon berishingizni ko'rsatadi. Qayta ishlaydigan workflow shablonlarini yaratish. Ya'ni xuddi shu berilgan masalan tizimni saqlash. Workflow promptlarini hujjatga yozing va o'zgaruvchi qismlarni belgilang. Xuddi shu biz signalni berganimizdan so'ng Gemini bizga mana shu narsalarni chiqarib beradi. Xo'p, sizlar bilan hozirgi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha